Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz dizel yong'inlarining ish xususiyatlari va ulardan qishloq xo'jaligi texnikalarida foydalanish deb nomlanadi. Ushbu mavzuni yoritish uchun bugun sizlar bilan biz quyidagi reja asosida bugungi mavzuni yoritamiz. Dizel yong'insiga qo'yilgan foydalanish talablari. Birinchisi, ikkinchisi dizel yong'insining qovushqoqligi va dizel yong'insining yonishi setan soni bilan tanishib chiqamiz. Dizel yong'inlariga sifatiga qo'yiladigan talablar xuddi biz oldingi mavzumizda ko'rib chiqqandek, xuddi benzinga qo'yiladigan talablarga o'xshash talablar qo'yiladi. Chunki o'sha tezyurar dizellarning siqish darajasi bugungi kunda 16, 20, 22 gacha hisoblanadi. Ularning silindrlardagi 3-5 megapaskagacha siqilgan va siqilish hisobiga 600-800 gradusgacha isigan havoga yonilg'i farsunka orqali purkaladi va purkalish natijasida yonish jarayoni sodir bo'ladi. Endi o'sha dizel yong'inlarini yonish uchun biz ishlatayotganda quyidagi dizel yong'inlariga quyidagi talablar qo'yiladi. Yuqori bosimli nasosi uzluksiz va puxta ishlashi uchun yonilg'i so'rilishi va haydalishi lozim hisoblanadi. Endi bu nima degani? Yuqori bosimli nasos uzluksiz dizel yonilg'isini uzatib berish kerak hamda yaxshi puxta ishlashi uchun yonilg'i o'sha bakdan keladigan yonilg'imiz nasosga yaxshi so'riladi va yaxshi haydalishi kerak. Bu narsa uchun dizel yong'inlarining qovushqoqligi degan ko'rsatkich asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi talabi mayin tozlaydigan va yaxshi aralashma hosil qiladigan bo'lishi kerak. Buning uchun qovushqoqlik va fraksion tarkibi optimal bo'lishi zarur hisoblanadi. Uchinchi qo'yiladigan talablar bu dizel oson yurgizib yuborishi uchun hamda yumshoq ishlashi uchun tutun hosil qilmasdan batamom yonishi kerak. Dizel yong'isi agar sifati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bunda dizel biz o't oldirayotgan paytimizda yaxshi o't olishi yaxshi bo'ladi hamda yumshoq ishlaydi va tutun hosil bo'lmasdan yonishi kerak. Agar tutun hosil bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha dizel dvigatellarining silindrida, porshn tepalarida, porshn halqalarida va klapanlarida o'sha qurum hosil qiladi va qurum hosil bo'lishi natijasida dvigatellarning tez ishdan chiqishiga olib keladi. Dizel yong'inlariga qo'yiladigan keyingi talablarimiz, ya'ni 4-chi talabimiz klapanlarda, porshonlarda, porshn halqalarida ko'p qurum hosil bo'lmasligi, ninalar osilib qolmasligi hamda farsunkalarning to'z chiqishlari ko'kislanmasligi lozim bo'ladi. Endi bu klapanlarda boyagi tutab yongan paytida qurum hosil bo'ladigan bo'lsa, klapanlarda, porshonlarda, porshn halqalarida agar qurum ko'payib ketadigan bo'lsa, o'sha farsunkaning ninalarning osilib qolishi mumkin bo'ladi. To'z chiqishlari yaxshi ko'kislangandan keyin yaxshi ishlamay qoladi. Keyingi talabimiz rezervuarlarni, yonilg'i quvurlarini, yonilg'i berish tizimini hamda dvigatel detallarini korroziyalamasligi kerak. Korroziya degan so'z endi zanglatmasligi kerak. Metal bo'lgandan keyin o'sha dvigatel detallarini o'sha metaldan yasalganligi sababli ular o'sha joyda korroziya hosil qilishi mumkin bo'ladi. Endi rezervuarlarni bilamiz, o'sha neft bazalaridan keladigan yong'inlarni quyadigan har xil hajmdagi idishlar bu rezervuarlar hisoblanadi. Endi bakdan kelayotgan yonilg'i quvurlari hamda yonilg'i berish tizimlarida ayrim paytlarda o'sha dizel yonilg'isining tarkibida har xil bug'lanadigan suv bug'lari hosil bo'ladigan bo'lsa, bularda o'z-o'zidan korroziya hosil qilishi mumkin bo'ladi. Keyingisi barqaror yonishi hamda yonganda mumkin qadar ko'p issiqlik chiqarishi zarur bo'ladi. Endi ichki yoniq dvigatellarida o'sha yonish natijasida hosil bo'ladigan issiqlik energiyasi hisobiga issiqlik energiyani mexanik energiyaga aylantirib, mexanik energiya o'sha dvigatellarda o'sha quvvatini hosil qilib beradi. Endi dizel yong'inlari o'sha siqish taktining oxiriga yetmasdan turib farsunkadan yonilg'i to'zitib purkab beriladi. Purkalayotgan yonilg'imiz purkalgandan keyin o'z-o'zidan alangalanib yonish jarayoni sodir bo'ladi siqish taktining oxirida. Agar yonilg'imiz sifatli bo'ladi, dizel yonilg'imiz sifatli bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda yaxshi yonadigan bo'lsa, tutamasdan to'liq yonadigan bo'lsa, bu yerda
o'sha issiqlik energiyasi ham yuqori bo'ladi va dvigatellarning quvvatining oshishiga olib keladi. Bu ko'rsatkichlar talablar qo'yilgan talablarga hammasi normal bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda dizel yong'inlarida o'sha qovushqoqlik ko'rsatkichi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Qovushqoqlik tashqi kuch ta'sirida suyuqlik zarrachalari harakatlanganda bir-biriga ko'rsatadigan ichki qarshiligi. Ya'ni suyuqlikning ichki xossalarini belgilaydigan mutlaq qovushqoqlik o'z navbatida dinamik va kinematik xillarga bo'linadi. Qovushqoqlikni biz ikkita turga bo'linamiz, ya'ni dinamik va kinematik xillarga bo'linadi. Dinamik qovushqoqlik deganda qovushqoqlikning o'lchov birligi puazda o'lchanadi. Bunda ichki ishqalanish koeffitsiyenti puaz yuzasi 1 santimetr kvadrat bo'lgan bir-biridan 1 santimetr masofada turuvchi ikkita suyuqlik qatlamining bir dina kuchga teng tashqi kuch ta'sirida 1 santimetr taqsim sekund tezlikda o'zaro harakatlanishiga bo'ladigan qarshilik hisoblanadi. Endi harorat o'zgarishi bilan qovushqoqlik ham o'zgaradi. Har bir suyuq holatdagi yong'inlarda ham, moylarda ham, boshqa o'sha nimalarda yong'in moylash materiallarida harorat o'zgarishi bilan qovushqoqlik ko'rsatkichi ham o'zgarib turadi. Shuning uchun qovushqoqlikning qiymatini ko'rsatishda har qanday harorat aniqlanganligini ham ko'rsatish zarur bo'ladi. Qaysisi biz o'sha qovushqoqlik qiymatini olayotganimizda qaysi haroratda biz qovushqoqlikni o'lchadik. Biz buni hisobga olishimiz zarur hisoblanadi. Dizel yong'isi uchun 20 gradus haroratdagi qovushqoqlik me'yorlanadi. Ya'ni 20 gradus bu xona harorati hisoblanadi. Shu 20 gradusda biz qabul qilganmiz o'sha qovushqoqlik me'yori qancha ekanligini o'lchab ko'rishimiz uchun. Endi turli rusumdagi yong'inlar uchun 1.8 yoki 6 santistoks atrofida bo'ladi. Turli bu yong'inlar uchun 1.8 dan 6 santistoks atrofida bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi dizel yong'inlarining yonishi yuqori harorat va siqilgan havo bosimi ta'sirida eng avval normal parafin uglevodorodlar parchalanadi va oksidlanadi. Oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi. Endi bular dizel yong'inlarini tuzishiga ega bo'lgan setan asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Biz oldingi darslarimizda biz benzinlarni benzin yong'inlarini o'tganimizda oktan sonini bilan asosiy benzinlarning anaqasi ko'rsatkichlari hisoblanadi deb aytgandik. Endi dizel yong'inlarida setan soni bilan dizel yong'inlarining setan soni bilan o'lchanadi ko'rsatkichlari. Seton etilon aralashmani tashkil etuvchilardan biri sifatida qabul qilingan, uning o'z-o'zidan alangalanishiga moyilligi 100 birlik bilan baholanadi. Alfa metil naftalin etilon aralashmasining ikkinchi tashkil etuvchisi sifatida qabul qilingan. Uning o'z-o'zidan alangalanishiga moyilligi 0 birlik bilan baholanadi. Dizel yong'inlarining setan soni deb setan va alfa metil naftalindan tashkil topgan, yonish ta'sirida sinayotgan yong'inga o'xshash bo'lgan sun'iy tayyorlangan aralashmada foizda hisoblangan sektan miqdoriga aytiladi. Agar setan soni 41 likdan kichik bo'lsa, dvigatelni hatto issiq havoda ham yurgizib yuborish qiyin bo'ladi. Yozda esa 45, setan soni 45 dan, qishda esa 50 bo'lishi kerak bo'ladi. Farsunka to'zitgichlar teshiklar ko'kslanib qolishi, yong'inga yaxshi to'zitilmay va berilmay qolishi mumkin bo'ladi. Koks soni 800-900 gradusda parchalanib, ko'mirsimon qoldiq hosil qiladi. Endi mana bu keyingi anaqalarimizda mana bu dizel dvigatellarda sodir bo'ladigan jarayon, o'sha dizel dvigatellar yonish jarayonini sodir bo'lishi nimasi ko'rsatilgan, videosi ko'rsatilgan. Bunda biz o'zimiz mana ko'rib olishimiz mumkin. Birinchi takta havo kirdi, keyin siqildi, siqilgan havoga farsunka orqali dizel yong'isi purkadi va siqilgan qizib turgan havo bilan birga alangalanib yonish jarayoni sodir bo'lishini va klapanlarning holatini bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana bu yerda ham xuddi shunga o'xshash nima berilgan. Dizel dvigatellarda sodir bo'ladigan yonish jarayonlari mana shu slaydimizda, ya'ni shu videomizda ko'rinib turibdiki, biz o'sha
dvigatellarda krivoshatin mexanizmi va gaz taqsimlash mexanizmining ishlash jarayoni, yong'inlarning aralashma hosil qilishi hamda yonib bo'lgandan keyin klapanlar chiqarish klapani orqali atmosferaga chiqarib yuboriladigan yong'inlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda farsunkaning ishlash jarayoni ko'rsatilgan. Farsunkada o'sha farsunkaning uchida to'zitqichlar joylashgan bo'ladi. O'sha kelayotgan yuqori bosimli nasosdan kelayotgan yonilg'ini farsunka orqali silindrga purkab berish jarayoni tasvirlab berilgan bo'ladi. Mana bu yerda ham o'sha xuddi o'sha farsunkalar nimasi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Mana shu bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.